Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda AQSh kuchlari Eron bilan haqiqiy sulhga erishilguniga qadar Yaqin Sharqda qoladi. Eron birodarlarimizga hujum qildi. Shu sababli biz ular uchun jang qilmaymiz. Ramzan Qodirov. Trampning yaqinlari urushdan shaxsiy boylik orttirgan. Zelenskiy yana Putinga muzokaralar o'tkazishni taklif qildi va ehtimoliy manzilni aytdi. Isroil armiyasi Bayrut aholisini uylarini tark etishga chaqirdi. Yangi zarbalar kutilmoqda. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Netanyahu: Livanda o't ochish to'xtatilmaydi. Biz Hizbullohga bor kuchimiz bilan zarba berishda davom etamiz va xavfsizlik tiklanmaguncha to'xtamaymiz. Eron birodarlarimizga hujum qildi. Shu sababli biz ular uchun jang qilmaymiz. Ramzan Qodirov. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov chechenlar AQSh va Isroilga qarshi urushda Eron tomonida jang qilmasligini aytdi. U bu haqda o'zining Telegram sahifasida ma'lum qildi. Agar Eron faqat AQSh va Isroilga qarshi harbiy harakatlar olib borganida bu sodir bo'lishi mumkin edi, ammo ular bizning birodarlarimizga ham hujum qildi. Shubhasiz shaxsan men Eron tomonini qo'llab-quvvatlayman, lekin Eronning Fors ko'rfazidagi arab davlatlarining fuqarolik obyektlari va infratuzilmasiga zarba berishini qo'llab-quvvatlamayman, dedi Checheniston rahbari. Trampning yaqinlari urushdan shaxsiy boylik orttirgan. AQSh prezidenti Donald Trampning yaqinlari Erondagi mojaro tufayli boyib ketgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Avstriyaning Der Standard gazetasi xabar berdi. Joriy yilning 23-mart kuni ertalab to'satdan $1,5 milliard bitimlar tuzilgani nashr e'tiborini tortgan. Qayd etilishicha, ushbu bitimlarni amalga oshirgan tomon neft narxi tez orada tushishiga aniq ishongan. Der Standardning e'tiborini tortgan jihat shundayki, oradan 15 daqiqa o'tib, Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida samarali muzokaralar haqida post qoldirgan. Shundan so'ng neft narxi pasaygan va o'sha birja spekulyanti katta foyda ko'rgan. Shuningdek, joriy yilning 28-fevral kuni Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamenei yo'q qilinishidan ham kimdir yaxshigina daromad qilgan. Der Standard ma'lumotlariga ko'ra, voqealar natijasiga pul tikish imkonini beruvchi Polymarket platformasidagi 6 akkaunt jami $1.2 million foyda olgan. Bubble Maps tahliliy firmasining bildirishicha, ushbu akkauntlarga pul mablag'lari Eron bergan aviazarbalardan atiga bir necha soat oldin o'tkazilgan. Isroil armiyasi Bayrut aholisini uylarini tark etishga chaqirdi. Yangi zarbalar kutilmoqda. Isroil mudofaa kuchlari Bayrutning janubiy chekkalarida yashovchi aholi yangi havo hujumlaridan ogohlantirib, zudlik bilan evakuatsiya qilish haqida buyruq berdi. Sahalning arab tilidagi vakili Avihay Adrahinning ta'kidlashicha, Isroil armiyasi Livan poytaxtining janubiy qismidagi Hizbulloh harbiy infratuzilmalariga zarba berishda davom etadi. Livan rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, kechagi hujumlar oqibatida 200 dan ortiq kishi bo'lgan, 1100 ga yaqin kishi jarohatlangan. Isroil tomoni nishon faqat Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi guruh obyektlari ekanini aytmoqda. Biroq Associated Press agentligining xabar berishicha, bir necha zarbalar aholi gavjum bo'lgan tijorat va turar joy mavzelariga oldindan ogohlantirishsiz berilgan va bu tinch aholi orasida ko'plab qurbonlarga sabab bo'lgan. Zelenskiy yana Putinga muzokaralar o'tkazishni taklif qildi va ehtimoliy manzilni aytdi. Men Putin bilan uchrashishga tayyorman. Albatta Moskvada ham, Kiyevda ham emas, ammo u men bilan ko'rishishga tayyor bo'lsa, buning uchun joy ko'p. Biz bunday manzilni Yaqin Sharqdan, Yevropadan, AQShdan istalgan joydan topishimiz mumkin, dedi Ukraina prezidenti Rai telekanaliga bergan intervyusida. Shu bilan birga u Donbassni topshirish masalasini muhokama qilishdan bosh tortdi. Zelenskiyning fikricha, bu Rossiyaga Xarkov va boshqa shaharlarga hujum qilish imkonini beradi. Jamiyatda esa bo'linish yuzaga keladi. Hozirda Rossiya bilan muzokaralar AQSh va Eron o'rtasidagi urush tufayli qoldirilgan, ammo biz ularni qayta tiklaymiz, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Eslatib o'tamiz, Moskva va Washington Ukrainadan o'z qo'shinlarini Donbassdan olib chiqishga rozi bo'lishni talab qilmoqda. Ushbu shartsiz na Qo'shma Shtatlar va na Rossiya hozircha prezidentlarning shaxsiy uchrashuvi mavzusini ko'tarmayapti.
AQSh kuchlari Eron bilan haqiqiy sulhga erishilguniga qadar Yaqin Sharqda qoladi. Donald Tramp. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning barcha kemalari, samolyotlari va harbiy xizmatchilari, shuningdek, allaqachon sezilarli darajada zaiflashgan dushmanni o'ta shiddatli ta'qib qilish yoki yo'q qilish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha qurol-yarog', o'q-dorilar va boshqa barcha vositalar Eron hududida va unga yaqin davlatlarda Tehron va Washington haqiqiy kelishuv tuzilgunga qadar qoladi. Agar biror sababga ko'ra bu amalga oshmasa, buning ehtimoli juda past bo'lsa-da, u holda Eron oldingidan ko'ra kengroq, ko'lamli va kuchliroq zarbalar beriladi. Allaqachon kelishib olingan va bunga zid bo'lgan barcha yolg'on ritorikalarga qaramay, Tehronda hech qanday yadroviy qurol bo'lmaydi va Hormuz bo'g'ozi ochiq hamda xavfsiz bo'ladi, deb yozdi Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. Zapravkalarda naqdsiz to'lovlar tushumni qanchaga oshirgani aytildi. O'zbekistonda joriy yilning 1-aprelidan transport vositalariga yoqilg'i quyish shoxobchalarida naqdsiz hisob-kitoblarga o'tilganidan so'ng kunlik tushumlar ko'rsatkichi keskin oshdi. Bu haqda Markaziy bank xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, mart oyida jami o'rtacha kunlik tushum 102.6 milliard so'mni tashkil etgan. Shunda naqd pul orqali to'lovlar jami tushumning 58.1%ga, naqdsiz to'lovlar esa 41.9%ga to'g'ri kelgan. Aprel oyining ilk kunida ushbu ko'rsatkich 93.2 milliardga, 2-aprelda esa 152.6 milliard so'mga yetgan. Bir kunlik naqdsiz tushumlarning qariyb 90% amaldagi bank kartalari hissasiga to'g'ri kelgan. Ushbu to'lovlar asosan QR kodlar orqali amalga oshirilgan. Shuningdek, naqdsiz to'lov ko'rsatkichlari 1-2 aprel kunlari quyidagicha bo'lgan. QR kodlar orqali to'lovlar 1-aprel 8.2 milliard so'm, 2-aprel 7.7 milliard so'm. Moment kartalari orqali 1-aprel 1.6 milliard so'm, 2-aprel 3.6 milliard so'm. Yoqilg'i kartalari orqali 1-aprel 2.4 milliard so'm, 2-aprel 2.5 milliard so'm. Mavjud bank kartalari orqali 1-aprel 80.9 milliard so'm, 2-aprel 138.6 milliard so'm. Ayni paytda banklar va to'lov tashkilotlari tomonidan turli aksiyalar, keshbek dasturlari hamda yangi to'lov usullari, jumladan moment va maxsus kartalar faol joriy etilmoqda. Shuningdek, Markaziy bank to'lovlar yoki bank xizmatlari bo'yicha savollar yuzaga kelganda tegishli banklar va to'lov tashkilotlarining aloqa markazlari orqali murojaat qilish mumkinligini ham ma'lum qilgan. Ma'lumot o'rnida moment kartalar darhol ishlatiladigan bank kartalari bo'lib, ularni olgandan so'ng hisob raqami yoki mablag'ni kutmasdan darhol ishlatish mumkin.